Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hammalarning Ramazanı mübarek olsun. Allah Ramazanımızı texim ma'nilik, ahmiyetlik ötkizishga nasib qilsin. Allah bu Ramazanda hammamizni ma'naviy jihatdan qayta bir tug'ilishga, Ramazandan keyin yangi bir hayot boshlashga, shundaqla Ramazanda to'plagan energiyamizni va kuchimizni yana uzoqcha ishlatishga Allah nasib qilsin. Bugun men sizlar bilan Payg'ambar alayhisolamning qisqa bir hadisi haqida o'zimning tushunchalarini o'rtoqlashmoqchi. Musulmonlar uchun hadislar amaliyotda xuddi qorong'uda ma'ngan kishiga osmondagi yulduz qanday rol o'ynagan bo'lsa, musulmonlar uchun ham shunday. Chunki hadislar zamondan, makondan halqagan haqiqatlarni ifodalaydi. Agar biz o'zimizning tafakkurini shu zamon makondan halqagan hadislar asosida shakllantira olgan vaqtimizda, o vaqtda biz hayotdagi nurg'un qiyinchiliklarni, nurg'un masalalarni oson hal qila olamiz, tushuna olamiz, hatto tushuntira olamiz. Xuddi shuningdek hadislar yana qonga o'xshaydi. Men nima qilib qonga o'xshdimi? Chunki hadislar biz qazsaq ma'nosi tugamaydigan. Har qatim o'qigan vaqtda bizga yangidan ma'no beradigan shunday bir sehriy kuchga ega. Buni hadisni ko'p o'qiganlar, bu haqda texim o'ylanganlar cho'nqur his qila oladi. Bugun men sizlarga o'rtoqlashmoqchi bo'lgan hadis Payg'ambar alayhisolamning qisqa bir hadisi. Buni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Hadisning arabchasi shu: La yuldagul mu'minu min juhrin vahidin marratayn. Bunun ma'nosi mu'min bir qatim tushgan qopqonga ikkinchi qatim tushmaydi deganlik. Agar biz arabcha so'z bo'yicha tarjima qilgan vaqtimizda so'z ma'nosi bo'yicha mu'min bir qatim chaqilgan tushukdan ikkinchi qatim chaqilmaydi degan ma'noda. Albatta biz bu hadisni yana bir qancha o'xshamagan jumlalar bilan ifodalay olishimiz mumkin. Masalan, bir mu'min ilgirki xatoligini yana takrorlamaydi. O'xshash xatoliklarni takror sodir qilmaydi. O'tkazgan xatoliklardan ibrat oladi. Shu uning oldini oldi degan ma'nolarni tushunish mumkin. Bu hadisni tushunish uchun menimcha eng avval biz bu hadisning jumla xarakteri va uning islom qonunshunosligi nuqtasidan nimalardan darak berganligini avval oydinlashtirishimiz lozim. Birinchidan, bu hadis garchi o'zi bayon shaklida kelganda qilgan bilan, ammo bu o'z ichida bir amrni ifodalab kelgan. Nima uchun bunday deyman? İslam qonunshunosligida halol qilingan yoki harom qilingan narsalar ko'pincha ahvolda oyat, hadisdagi ayet uchuq iboralar bilan ifodalanadi. Masalan, Alloh Qur'oni Karimda bunday deydi: "Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir." Buning ma'nosi sizlarga o'lib qolgan jasadlar, ya'ni meyitlar, ya'ni o'lib qolgan hayvonlar, qon va cho'chqa go'shti qatorliqlar harom qilindi degan ma'noda. Ya'ni mayada harrama degan, ya'ni harom qilindi degan iborani ayet uchuq kelgan. Unda olganlikdan buning harom qilinganligi, shundaqla cheklanganligi shu so'zning o'zidan uchuq ko'zimizga tashlanadi. Ammo yana nurg'un oyatlarda va hadislarda qarmoqqa bayon shaklida, ya'ni bir narsani bayon qilyapti yoki ma'lum bir sifatni tasvirlayapti. Ammo bu sifatni tasvirlaganda qilgan bilan uning ichida bir tashabbus, bir buyruq, bir rag'batlantirish bor. Masalan, Qur'onda yana bir oyat bor: "Vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din." Buning ma'nosi er müminler ve ayol müminler ba'zisining do'sti, ba'zisining qarindoshlari degan ma'noda. Bu qarmoqqa bayon deganimdek bir bayon shakli kelgan. Ammo u müminlar birisi bilan qarindosh bo'lish kerak, do'st bo'lish kerak deydigan bir tashabbus va amrni o'z ichiga olgan. Masalan, Payg'ambar alayhisolamning yana bir misolini olaylik. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'd. Buning ma'nosi müminlar birisiga nisbatan xuddi binoga o'xshaydi. Birisini chingitib turdi. O'xshashlar buningdimi? Müminlarning bir binoga o'xshaydiganligini tasvirlamasdan, müminlar xuddi binoning parchalariga o'xshash birisini qo'llasin, chingitsin. Mushunda bo'lganda anandagi müminlar jamiyati texim mustahkam bo'ldi degan ma'noni o'ziga oldi. Ya'ni bir müminga nisbatan sen bu binoning bir parchasi, cho'qim birisini chingitib turishing lozim degan bir buyruq bu hadisning ichida bor. Xuddi shunga o'xshash bu hadisda müminlar bir katakdan ikkinchi qatim chaqilmaydi deganlikning ma'nosi mu'minlar bir qatim qiltoqqa tushgan bo'lsa ikkinchi qatim tushmasin. Uning oldini olsin, uningdan saqlansin. O'xshash xatolikni takror sodir qilmasin deydigan bir buyruqni o'ziga oldi. Men eng avval buning buyruq ekanligini atayin ta'kidlashimning sababi shu. Agar biz buni nuqul bir bayon deb ham tushunib qolgan vaqtimizda, uning ichidagi bu amirni, bu buyruqni tunib yetmasak o vaqtda bu hadisga bo'lgan tushunchamiz sal yuzaki qilib qoldi. Bu hadis bizning harakatimizga,
hareket prinsipimizga aylanmaydi. Hadisni o'qishdan maqsad uni yodlash, bilish emas. Eng muhimi biz har bir hadisdan hayotimizni qanday o'zgartira olamiz. Bu hadis bizning hayotimizga nisbatan nimalardan darak beradi? Biz mana shuni tushungan vaqtimizda andan keyin biz buni harakatimizda amaliy yetakchi qila olamiz. Bizning harakatimizga kompas qila olamiz. Ezib qolgan vaqtlarimizda, bayam deganimga o'xshash, xuddi osmondagi yulduzlar ezib qolgan odamga yo'l ko'rsatganiga o'xshash, bu hadislarmi bizga shu vaqtda yo'l ko'rsatadi. Endi ikkinchidan, biz yuqorida bu hadisning bir amr ekanligini tushunib o'tdik. Unda bo'lgandan keyin unda da bu nimaga buyuruydi? Menimcha eng avval bizni tarix o'rganishga buyuruydi. Nimishqa? Buning sababi nihoyat oddiy. Agar biz ma'lum bir kishi tarafidan aldandik deyli, ma'lum sabablar tufaylidan, balkim tijoratda yoki do'stlikda yoki boshqa ishda. Kelar qatim biz yana shu kishi bilan robro kelgan vaqtimizda yoki shu kishi bilan yana bir ishni birga qilishga to'g'ri kelgan vaqtimizda, undan aldanmaslik uchun eng aqalli bizda nima bo'lishi lozim? Biz oldingi qatim aldanganligimizni unutib qolmasligimiz lozim. Ya'ni u aldanish bizning esimizda turishi kerak. Agar o'ning esimizda bo'lmasa, agar biz buni unutib qolgan bo'lsak, o chaqda ikkinchi qatim yana aldanishimiz mumkin. Agar ikkinchi qatim qilib unutib qolsak, uchinchi qatim yana aldanishimiz mumkin. Yana aldanmaslik uchun tekrar bir qatta keyin sakirmaslik uchun chuqum tunji qatimliq tajribamiz bizning mingimizda bo'lishi lozim. Buning uchun qanday qilamiz? Albatta tarixni o'rganamiz. Ya'ni bizning eng dastlabki kechirishlarimiz, dastlabki xatoliklarimiz, dastlabki aldanishlarimizni izlaymiz, tadqiq qilamiz, varaqlaymiz. Nima uchun aldandik? Qanday aldandik? Kimlar tarafidan aldandik? Qanday yerda aldandik? Qachon aldandik? Biz mana bu tafsilotlarni tafsiliy o'rgangan, bilgan vaqtimizda tarix orqali. Andan keyin biz oldingi qatim tushgan qopqonga andin tushmasligimiz mumkin. Agar bunday bo'lmay qolsa, biz yana tushishdan qochib qutulmaymiz. Shunlashqa avval tarix bilmasak, tarix o'rganmasak, biz bu xatolikni yana sodir qilaveramiz. Endi bu nuqtada yana ta'kidlaydigan bir muhim mazmun shu. Biz tarix o'rganish orqali nuqul o'zimizning xatoliklarini emas, balki boshqalarning xatoliklarini o'rganishimiz lozim. Ya'ni shuni ko'rishimiz lozim. Chunki bir inson mesela xatolikdan ibrat oldi, oldingi qatimga aldanishni uni bir tadqiq qilib, undan dars chiqadi deyilsa, u nuqul chuqum o'zining beshidan o'tgan bo'lishini atayin. Masalan deyli, men bir do'stim bilan chiqdim bir cho'lga. Haqiqatan u cho'lda bu do'stim bir katakka kirib ketib, uning putini bir yilon chaqib olgan bo'lsa, men uni ko'rgan bo'lsam, mening shu do'stimning putini chaqilganligi mening dars erishimga yetarlik. Endi meninkini tiqsam chaqmay qolarmiki deb mening putimni yana tiqib beqishim yilon chaqqan katakka, u mening qapoq boshlig'imdan boshqa narsa emas. Shunga aqlli kishilar o'zining tajribalaridan dars ola oladi. Ammo haqiqiy aqlli kishilar boshqalarning tajribalaridan dars ola oladi. Endi uchinchisi, tarixni yezib qoldirishning muhimligi chiqadi. Men hozir tarix o'rganishning muhimligini ta'kidladim. Endi tarix o'rganish uchun qanday qilish kerak? Uni yezib qoldirish kerak. Agar yezib qoldirilmasa, o vaqtda biz tarixni o'rganolmaymiz. Agar biz yezib qoldirilgan tarixga emas, ig'izdan ig'izga tarqab kelgan rivoyat simon, cho'jak simon afsonaga o'xshash tarixga asoslansak, aslida tarix bu deyilmaydi. Ya'ni og'zaki rivoyatlar asosida kelgan ushurlar orqali biz tajriba savoq chiqarmoqchi bo'lsak, biz chuqur xatolashimiz. Chunki biz to'g'ri bir natijaga erishishimiz uchun chuqur bizning qo'limizda to'g'ri ma'lumot bo'lishi kerak. Biz shu to'g'ri ma'lumot, to'g'ri ushurlarni to'g'ri bir mantiqiy zanjirda bog'lay olgan vaqtimizda, andan keyin biz to'g'ri natijaga erisha olamiz. Bu to'g'ri natija bizni to'g'ri harakatga olib bordi. Uning uchun ig'izdan ig'izga tarqalib kelgan nurg'un rivoyatlar o haqiqiy tarix bo'lmaydi. Shunlashqa tarixni o'rganish kerak degan vaqtda tarixni yezib qoldirish lozim degan gap chiqadi. Masalan, biz bir avlod bo'lib sifatimiz bilan ajdodlarimizning tarixini o'rganamiz, uni varaqlaymiz. Ammo biz ozroq vaqt o'tgandan keyin bizni ajdodga aylanamiz. Biz o'zimizning avlodlarga qoldirib qo'yishimiz kerak. Unda bo'lgandan keyin biz o'zimizning xatoliklarini, o'zimizning aldanganlarini, o'zimizning ketkizib qo'ygan taraflarini yezib qoldirib qo'ysak, bizning avlodlarimiz biz sodir qilgan xatoliklarni tekrar sodir qilmasligi mumkin. Biz yana bir tarafdan o'ylab boqaylik. Biz tarixda yuz bergan ishlar haqidagi og'zaki rivoyatlarni qo'yib turaylik. Uning ne kadar xilma-xil, ne kadar ishonchsiz ekanligini. Masalan, o'zimiz yashayotgan mushu kunda ma'lum bir shaharda, hatto biz yashayotgan bir shaharda ma'lum bir voqea yuz bersa. Masalan, birisi yutilib qolibdi ekan yoki qizib qolibdi ekan, doktorxonaga ketibdi desa, biz hozirgi qiziqchilikni nima deb o'ylaymiz yoki bu gap qanday taqilishi mumkin? Darhol paloni koronavirusi bo'lib qolibdi ekan deb taqilishi mumkin. Ya'ni bir necha ig'izga almashgandan keyin ularning oilasini hammasini doktorxonaga olibdi. Hammasi koronavirusi bo'lib qolibdi deyishimiz mumkin. Ya'ni og'zaki taqilgan gaplar ishonchsiz.
yezib qoldirish tarixda favqulodda muhim. Endi to'rtinchisi, bu hadisdan qanday mazmun chiqadi? Bu hadisga diqqat qilgan bo'lishimiz mumkin. Bu yerda mu'minlar degan bir kalima ishlatilgan. Mu'min deganning ma'nosi iymon etgan odam deganga. Ya'ni bu yerda Payg'ambar alayhisalom bu hadisida mu'minlarni sizlar aqlli bo'linglar deyapti. Aqlli bo'lish degan nima? Aqlli bo'lish bir abstrakt tuxum. Agar biz buni texnik konkret tushunishni xohlasak, menimcha shu o'tkazgan xatoliklarni xulosalash va ikkinchi qatim bu xatolikni takror sodir qilmaslik. Birinchi qatim aldangan bo'lsa, ikkinchi qatim yana takror aldanmaslik va bundan dars chiqarish, andan keyin bir odamning aqlliq yoki emasligining bir o'lchim bo'la oladi deb o'ylayman. Endi bu yerda shuni o'ylab boqaylik. Bu yerda Payg'ambar alayhisalom bir mu'minning aqlliq bo'lishini uning iymoni bilan bog'layotdi. Uning iymoni bilan bog'layotdi. Ya'ni mu'minlar bunda qilmaydi. Ya'ni o'xshash xatolikni takror sodir qilmaydi. Oldini yemaydi, tushgan katakka tushmaydi deyotdi. Buningdan aqlliq bo'lishning normal bir sifatli bo'lmasdan, balki bizning dinimiz talab qilgan, hozirlashimiz kerak bo'lgan bir sapa ekanligi kelib chiqadi. Endi 5-inchisi, dal buning ta'tirisini so'zlaymiz endi. Biz hozir aqlliq bo'lishning islom talab qilgan bir sifat ekanligini so'zladik. Unda da tabiiyan buningdan nima kelib chiqadi? O'shada 4 kalva bo'lishning islom ayiblagan bir yomon sifat ekanligi kelib chiqadi. 4lik kalvalik, men bayon so'zlaganimga o'xshash bir xatolikni takror sodir qilsa bir odam. Biz bunday odamlarni aqlliq deyarlardik. Masalan, siz bir tijoratchi. Bir sonla tijorat qildingiz, ammo sizni qo'yib ketdi. Jiq pulingizni aldab olib ketdi. Ammo 1 yil yoki 2 yildan keyin bu odam bilan yana qayta tijorat qilgan vaqtingizda siz o'zingizning hushyorligini bo'shitib, oldin qatimliq burningizga suv kelganliklarini hammani unutib qilib, yana o'xshash xatolikni sodir qilsangiz, yana aldanishingiz mumkin. U vaqtda siz kimdan qaqshay olasiz? Hech kimdan qaqshay olmaysiz. O faqat o'zingizning kalvaliqidan boshqa narsa emas. Endi bu yerda aniq 4lik kalvalik haqida azroq bir to'xtalib o'tay. Mana shu 4lik bilan bilimsizlikdan azroq farqi bor. Bir odam bilimlik bo'la olishi mumkin. Masalan, nurg'un ma'lumotlarni yodlab, nurg'un uchurlarni egallash bilan biz bu odamni bilim doirasida aytib keng, aytib jiqnasini biladi desak bo'ldi. Ammo buning shunday jiqnaslarni bilganligi, uning bilim doirasida aytib keng ekanligi, uning uchur ma'lumotni aytib ko'p yodlaganligi, uning chuqur aqlli ekanligini, kalva emas ekanligini bildiradi. Menimcha notayin. Chunki tarixdagi tajribalar va bugungi nurg'un reallik bunda bir narsa ko'rsatyapti. Bir odam o'zi egallagan uchurlarining ko'pligi bilan aqlli bo'lolmaydi. Agar u o'zining uchurlarini, bilimlarini, uning qimmatini haqiqiy bilmasa, egallagan uchurlarini bir mahsulotga aylantira olmasa, shu uchurlar orqali reallikda asqatadigan bir narsani o'tirib qo'yamasa, biz bunday kishilarni haqiqiy aqlli kishilar demaydi ekanmiz. Masalan, biz nurg'un bilimli kishilarning noiti odamning aqliga sig'maydigan qapoq boshliqlarini, do'tliklarini ko'rdik va reallikni ko'ryapmiz. Demak, bu hadismi bizga ya'ni kalva bo'lmanglar, mu'minlar, iymon etgan kishilar sizlar qapoq bosh bo'lmanglar. Bir mu'minga nisbatan do't bo'lib qilish, kalva bo'lib qilish bir nomus qilishga tegishli ish. Bu mu'minlikning yuziga tushirilgan bir dog' deyapti. Endi 6-inchisi, bu hadisdan menimcha insonning aql parosatining tajribalar orqali ko'paydiganligi chiqadi. Qarmoq buni aytib oddiy gap bilinishi mumkin bizga. Ammo bu oddiy gap amaliyotda nurg'unlarimiz reallikda haqiqiy cho'nqur tushunmaydigan, o'zimizning bir turmush prinsipiga aylantirilmagan bir oddiy gap. Agar biz o'zimizning aql parosatining beshimizdan o'tkazgan kashfishlar ustida nayta bir cho'nqur o'ylanish orqali, atrofli xulosa chiqarish orqali texmi uning mo'llashadiganligini tushungan vaqtimizda, uning shunday bir qonuniyat kerakligini his qilgan vaqtimizda, menimcha turmushimizda biz buni bir turaqlashgan tafakkur odati qilib qo'llana olamiz. Shuning bilan bizning shaxsiy turmushimizdagi matda nurg'unlagan ushaq-tushak ko'ngilsizliklar, dishvorchiliklar, xafachiliklar avtomatik yo'qolib ketishi mumkin. Biz bundan saqlana olishimiz mumkin. Masalan, bunda bir narsani tilga olaylik. Men hayotimda bunda ota-onalarni ko'rgan. Masalan, ayol ikkisi bir safarga chiqmoqchi yoki sirtqa chiqmoqchi. Ayoli har doim kiyim-kechaklarni kiyib bo'lmaydi yoki boshqa ishlarni tugatib bo'lmay, kechikib qoldi. Buni saqlab, jilvolab, shuning bilan ikkiyadan takallashib qoldi, janjallashib qoldi. Ammo haftadan keyin yana bir yerga bormoqchi bo'ldi. Hafta burun jidallashganga o'xshash, mushqatim meni o'xshash jidallashadi. Sabab o'xshash. 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyin, hatto 10 yil, 15 yil mana shu o'xshash sabab bilan jidallashayotgan nurg'un kishilarni men ko'rgan bilaman. Agar bizning qalbimizda bu oldingi qatim o'tkazgan xatolik haqida o'ylanish lozimki degan bir ong tushuncha shakllangan bo'lsa, hech bo'lmasa yana bir qatim safarga chiqishdan burun biz oldingi qatim ma sabab bilan so'qishib qolgan takallashib qolgan endi biz sal baldurroq tayyorlik qilaylik. Yoki
Aşı soğuşap kalışın aldın eliş için mındaq qılaylı deyilgan bir tədbirini aşı Erkut'un kollanğan buldu. Amma onda bir an, onda bir tefekkür adeti bolmağanlığı için oxşaş bir sebep tüpeyildin. Neçə yıl janjallaşılgan bir adet şekillenip qalğan. Mesela yeni bir addi misal. Mesela biz ballarımızı bazağa gelip çıkımız. Biz ballarımızı bazağa gelip çıkan vakitte en köp uçuraydıgan, beşimizden en köp kildiğin xapılıqның birisi nime? Ballarımız bizden bazada uçurgan nesini epbägi dep xapsaldı. Yaq desek ademcik yerde belki özünü taşlayıp etip yığılışı mümkün. Naydı yığılap xapselishi mümkün. Şunlarla biz bazada tanqisliqda qalamiz. Şunlar nim deymiz ballarımızga hep muşqetib ep birme. Endi seni ikkinchi qatim bazaga chiqmayma deymiz. Ammo ikkinchi qatim qanday qilamiz? Yana bazaga chiqaveramiz. İkinci qatim chiqqan vaqtda yoki uchinchi qatim chiqqan vaqtda. Oldingi qatim men bolalarımni bazaga chiqqan vaqtda u menda xapsagan edi. Bugun xapsamaslik uchun nima qilishim kerak deganda o'ylansaqchi. Mushu yoqda astoydilroq bir tadbir qo'llansaqchi bazaga chiqishdan burun. Balkim to'liq muvaffaqiyatli bo'lmasimi? Meningcha, yana texmi masalaning ig'irlashib ketishining, balaning haddidan ziyod bek xapselishining oldini chuqum olalaymiz deb o'ylayman. Yani mana mushu xil oddiy bir tafakkur odati aqlimizning tajribalar orqali texmi mo'llashadiganligidan iborat bir tafakkur odati. Yoki mushu haqiqat bizda o'zlashgan vaqtda biz mana mushu turmushimizni texmi go'zallashtirish uchun ishlatalaymiz. Endi 7-si, bu nihoyat muhim. Xatoliklarımızdan xulosa chiqarishning lozimligi chiqdi. Ben başta tarixni o'rganish kerak dedim. Tarixni yezish kerak dedim. Endi biz tarixni xotirlab qo'ydik, yezib qo'ydik, yodladik. Ama xatoliklar ustida maxsus o'ylanmasak, o haqda inchki tadqiqot olib bormasak, o oldingi qatimliq aldinishlarimizning konkret omillerini, tafsilotlarini inchki bir tekshirib chiqmasak, menimcha biz yine dars olmaymiz. Yani saboq olmaymiz. O'xshash xatolikni sodir qilishimiz mumkin. Mesela bizning tariximizda, yaqinqi zaman tariximizda nihoyat ro'shan bir misol bor. U qaysi? Temür Xalifa bilan Xo'ja Niyaz hojimning voqeasi. Hammamiz bilamiz. Temür Xalifa Ürümchiga elib ketilgandan keyin shu yerda o'ldirildi. Ya'ni o'stirilib o'ldirildi. Endi Xo'ja Niyaz hoji Temür Xalifaning nimasi? Eng yaqin saptishi. Temür Xalifa uning yetakchisi, yo'lboshchisi. Xo'ja Niyaz hojim Temür Xalifaning beshidan o'tgan shu kechirmishlarni bevosita biladi. Hatto shahid desakmi, menimcha xato bo'lmaydi. Ammo o'xshash qismatni, ya'ni bir qancha yil o'tgandan keyin Xo'ja Niyaz hojim takrorladi. Endi bundan men qanday xulosa chiqara olishim mumkin? Menimcha Xo'ja Niyaz hojim Temür Xalifaning xatoligini yoki oldingi xatolikni to'g'ri o'ylanmadi yoki u haqda to'g'ri xulosaga kelmadi va yoki u masala haqida faqat o'ylanmadi. Yana takrorlab shuni ta'kidlagim keldi. Bu xatoliklarni xulosa chiqarish bir millatga nisbatan emas, bir shaxsga nisbatan intayin muhim. Agar biz oldingi qatimliq imtihonda tuvan olsak, men oldingi qatim vaqtida takrorlamaganligim uchun yoki takrorlagan usulim to'g'ri bo'lmaganligi uchun men imtihon toza yuqori olmay qoldim. Endi bunday qilay deyarsakchi, menimcha biz yaxshi natijaga erishishimiz mumkin. Agar bir tashkilot, bir davlat, bir millat o'zining tarixidagi xatoliklarni tekshirib chiqib, ko'rib chiqib, u haqda tafsiliy bir dars chiqarsa, menimcha buguni va kelgusi texmi parlaq, texmi go'zal bo'ldi. Endi 8-si, biz bu hadisning yana bir muhim qonuniyatni keltirib chiqara olamiz. U bo'lsa-mu, xatoliklar takrorlanadi. Nima uchun shunday deyman? Chunki bu hadisning o'zi, ya'ni bir mo'min bir qatim tushgan qopqonga ikkinchi qatim tushmaydi deganlikning o'zidan mushundoq bir hodisaning insonlarning hayotida mavjud ekanligini bildirdi. Chunki oyat va hadislardagi cheklangan ishlar amaliyotda shu cheklangan ishning mavjud ekanligidan an cheklanadi. Agar undaq bir ish mavjud bo'lmasa, u vaqtda buni cheklashning nima hojati? Masalan, yuqorida o'lib qolgan hayvonning qonning va cho'shqi go'shining harom ekanligini so'zladik. Allah nima uchun uni harom qildi? Chunki insonlarning orasida shu narsalarni yeydigan bir reallikning mavjud ekanligidan u harom qilinadi. Demak, biz bu hadisdan xatolikning takrorlanganligini his qila olamiz, ko'rib yeta olamiz. Tarix ilmida bunda bir talash tortish bor. Tarix takrorlanadi yoki takrorlanmadi deydigan. Ba'zi tarixchilar qaraydi, takrorlanadi deydi. Yana ba'zi tarixchilar tarix tuzsiziqlik liniya bo'yicha oldi qarab mengayverdi, bu takrorlanmaydi deydi. Bunun qaysining to'g'ri ekanligini talashmaylik biz. Ammo hech bo'lmasa biz tarix to'liq o'z shakli bo'yicha takrorlanadi deganni qabul qilmasakmi, ammo tarixda o'tgan xatoliklarni takrorlanganligini biz bu hadisdan keltirib chiqara olamiz. To'g'ri. Birinchi qatimliq xatolikqa yoki birinchi qatimliq aldinishga va ikkinchi qatimliqqa o'xshamasligi mumkin. Uning shakli o'xshamasligi mumkin, vaqti o'xshamasligi mumkin,
Hatto bizni aldigan odamni o'xshamasligi mumkin. Uning o'rni o'xshamasligi mumkin. Shundaqla aldanishning hajmi, vazni o'xshamasligi mumkin. Ammo uning mohiyati o'xshash bo'lsa, uning xarakteri o'xshash bo'lsa, demak u o'xshash xatolik, o'xshash aldanish desak bo'laveradi. Chuqum uning shaklining hamma yerining o'xshash bo'lishining hojati yo'q. Xarakteri va mohiyati o'xshash bo'lsa yetarli. Endi bizning yengimizda bu xatolikning takrorlanganligidan iborat bu qonuniyat mavjud bo'lsa, meningcha bizning tafakkurimiz zo'r darajada o'zgaradi. O vaqtda biz o'zimizning xatoliklar haqida texmi hushyor bo'lamiz, uningdan dars olish, savoq chiqarish uchun texmi oldiraymiz. Endi 9-mazmun o'sha xatolikdan xulosa chiqarish bir xizmat odatiga va bir tafakkur odatiga aylanishi lozim. Men bu mazmunni yuqorqi nuqtalarni so'zlagan vaqtda az-to'la imo qildim. Mening buni atayin bir modda qilib ayrishimning sababi shu. Agar biz buni bir muqim xizmat odati qilmasak yoki bir tafakkur odati qilib o'zimizga o'zlashtirib olmasak, o vaqtda biz yana xatoliklarımızga nisbatan sal qaraymiz. Onundan ders chiqarishga sal qaraymiz. Agar bir organda, mesela bir tashkilotda deyli, bu shunday bir xizmat prinsipi bo'lsa, qanday bo'lishi mumkin? Menimcha ular bu yil sodir qilgan xatoliklar haqida shu oyda yoki shu yilning oxirida astoydil xulosa chiqarib, uni kelayli sodir qilishni saqlanishi mumkin. Bir odam shunday. Mesela yil oxirisida o'zining 1 yillik hayotini xuddi kinoga o'xshash qayta bir kallasini o'tkazgan vaqtda yoki hayot haqida bir xulosa chiqargan vaqtda menimcha u muvaffaqiyatlarini o'ylaydi, mag'lubiyatlarini o'ylaydi. To'g'ri qilgan ishlarini va xato qilgan ishlarini bir tizimlikka tizib chiqishi mumkin. Mana shu vaqtda xatoliklar haqida tafsiliy o'ylansa, menimcha kelgusidagi hayotida u xatoliklarning zo'r bir qismi azayishi mumkin. Agar bu turaqliq bir odatga aylanmagan vaqtda bu xatoliklardan saqlanish yoki ziyon tortishni oldini olish amalga oshmaydi. Mening buni yana bir atayin bir modda qilishimning bir muhim sababi biz maqsad nuqtasidan qaragan vaqtimizda. Ya'ni maqsad nuqtasi deganimiz bu hadisning maqsadi nima? Bizga faqat buni so'zlab qo'yish emas. Ya'ni ziyon tortmanglar. Ya'ni tekrar aldanmanglar demoqchi. Unda tekrar aldanmaslik uchun, ziyon tortmaslik uchun u taqozo qilgan vositalarni qo'llanishimiz kerak. Shunlashqa agar bu xil xatoliklarni xulosa chiqarishdan iborat bu xil xizmat usuli bizda muqimlashmasa, bizning tafakkurimizga aylanmasa, o vaqtda biz bu maqsadga yetolmaymiz. Ya'ni tekrar aldanmaslikdan iborat maqsadga yetolmaymiz. Shunlashqa maqsad e'tiboridan bu intayin muhim. Chunki maqsadlar shu maqsadga yetadigan vositalarni vojib qildi. 10-si o'tmishdagi xatoliklardan va aldanishlardan xulosa chiqarishning siyosiy va harbiy sohada boshqa sohaga qaraganda texim muhim ekanligini keltirib chiqara olamiz. Nimishqa? Biz bu hadisning orqa ko'rinishiga qarab boqaylik. Payg'ambar alayhisolamning biz Uhud g'azotini bilamiz. Payg'ambar alayhisolam va sahobalar Uhud g'azotida mag'lub bo'lgandan keyin atsi bulayni qaytadan tashkillanib mushriklarning keyniga tushdi. Keyniga tushib Hamraul Asad degan yerga kelgan vaqtda yo'lda yetib qolgan, ya uxlayotgan, ishqib yetig'liq bir odamni uchirdi. Qarasa bu Makka mushriklarining Abul Azza degan odam. Shuning bilan buni tutib oldi ular. Bu asirga tushib qolgandan keyin Payg'ambar alayhisolamga yolvorib, o'zini qo'yib etishini tilaydi. Muhammad endi meni qo'yib etgan, meni qo'yib etsang, asli mening bu Badr g'azosiga chiqish maqsadim yo'qdi. Meni shu mushrik boshqalar besim qilib meni qo'rqitib olib chiqdi. Men majburiy chiqishga majbur bo'lib qoldim. Meni qo'yib etsang, men hargiz endi uningdagi undaq she'rlarni yozmayman dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisolam uning shu va'dasiga asosan ahdlashib uni qo'yib etdi. Ammo qo'yib etgandan keyin o Makkaga qaytib qolgandan keyin o'yinining eski, ya'ni ko'ni odatini qayta takrorlaydi. Ya'ni davomli musulmonlarni masxara qilishga, islomni tushirib she'r yozishga boshlaydi. Bularning hammasini Payg'ambar alayhisolam bulardan xabar tepib turadi. Shuning bilan Bayanman degan Hamraul Asadda qo'lga ilingan vaqtda, ya'ni uning yana yalvurishiga qaramay, uning kallasini oldi. Shu vaqtda Payg'ambar alayhisolam mushahidasini so'zlagan. Ya'ni mu'min bir katakdan ikkinchi qatim chiqilmaydi. Ya'ni la yuldagul mu'minu min juhrin vahidin marratayn degan. Demak, bu bir urush. Ya'ni Badr g'azoti va Uhud g'azoti islom tarixidagi davr bo'lgich urushlar. Biz buni hammamiz bilamiz. Bu hadisning orqa ko'rinishi shu. Agar biz shu orqa ko'rinish bilan bog'lab tushungan vaqtimizda, bu siyosiy, harbiy sohadagi xatolikning texmi muhim ekanligini, u haqda xulosa chiqarishning, u haqda dars olishning boshqa sohalarga qaraganda texmi muhim ekanligini va hal qiluvchi o'rin turganligini texmi tushuna olamiz. Chunki bu sohadagi xatoliklar bir odamning ziyon tortishi bilan tugab qolmaydi. U balkim bir millatni, bir davlatni vayron qilishi mumkin hatto. Demak,
Yuqorqi so'zlaganlarimizni qisqacha xulosalagan vaqtimizda menimcha bir qancha nuqtani yig'inchoqlay olishimiz mumkin qarindoshlar. Birisi, musulmonlar, müminlar tarix o'rganish kerak, tarixini o'rganish kerak. O'zining emas, boshqalarning tarixini o'rganish kerak. Chunki insoniyatning ijtimoiy qonuniyati butkul insonlarga o'rtaq. O'rtaq tajribalardan foydalanish mumkinchiligimiz bor. Tarix eni bizning texima xatolikdan saqlanishimiz, to'g'ri yo'limizni tepib olishimiz uchun intayin muhim. Yezib qoldirishni bilib olishimiz kerak. Shundaqla xatoliklardan dars elish, u haqda tadqiqot elib berishni o'zimizning muqim bir odatiga, tafakkur odatimizga aylantirishimiz lozim. Mayli tashkilotlar, mayli shaxslar bunga favqulodda ahamiyat berish kerak. Mushunda bo'lgan vaqtda balkim agar Alloh xolisa o'zimizning tirishchanlik orqali o'xshash xatoliklarimizni kelgusida takrorlamasligimiz, takrorlanib qilish ehtimolli bo'lgan xatoliklarning oldini ola olishimiz va saqlana olishimiz mumkin. Alloh hammamizni aqlli bo'lishga nasib qilsin. Kalva döt bo'lib qilishni Alloh saqlasin. Hammamizni tarixni söýüşke, tarix o'qishga va xatoliklarımızdan ders ala oladigan, saboq qabul qila oladigan bir o'tkirlik, hushyorlik, bir angliqlik ato qilsin. Hammalarga rahmat, Allohga omonat.